Diqqat, aktrisa Feruza Yusupova og'ir xastalikka chalindi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi. Shu biznes yangiliklaridan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonlik taniqli aktrisa Feruza Yusupova so'nggi vaqtlarda boshdan kechirgan og'ir sinovlar haqida ochiqchasiga so'zlab berdi. Aktrisaning aytishicha, u ma'lum vaqt davomida jiddiy xastaligi bilan kurashishga majbur bo'lgan. Aktrisa mazkur og'ir davr uning hayotga bo'lgan qarashlarini tubdan o'zgartirganini alohida ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, salomatlik bilan bog'liq muammolar insonni ko'p narsalarni qayta baholashga undar ekan. Shuningdek, Feruza Yusupova tashqi qiyofasida ham muhim o'zgarishlar qildi. U hijob o'rashga qaror qilganini ma'lum qildi. Aktrisaning bu qarori ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'plab muxlislar uni qo'llab-quvvatlab, ezgu tilaklarni bildirishdi. San'atkorning ta'kidlashicha, bu qaror uning ichki kechinmalari va hayotiy tajribalari bilan bog'liq. U yangi bosqichni xotirjamlik va shukronalik bilan qarshi olayotganini alohida qayd etdi. Ko'pchilik aktrisaga mustahkam sog'liq va ijodiy muvaffaqiyatlar tilashmoqda.